1941-yil bir qancha tailandlik yoshlarni urushga jo'natishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ro'yxatdan so'ng bandargohga kelgan yigitlarga Behruz eskort xizmatlarini taklif qilib, ulardan pul oladi. Ayni damda uning akasi Farruh sevgilisi undan homilador ekanligini eshitib, uning qo'lini so'raydi. Beradiganimni berib olganman. Qo'lim nima bo'pti? Uni ham beraman degan qiz esa jon deb rozi bo'ladi. Shu damda o'pkasini qo'ltiqlagan baliqchi qayiqdan sakraboq dushman kemalari yaqinlashayotganligini xabar qiladi. Bir necha daqiqadan so'ng Tailand harbiy kengashi va Yaponiya kelishuv delegatsiyasi uchrashuvi boshlanadi. Doktor Otabek Yaponiya, Hindiston va Xitoy tomonga o'tish uchun Tailanddan foydalanmoqchiligini tushuntiradi va Tailand hukumatı bunga ruxsat berganligini ma'lum qiladi. U yana tajribada bo'lgan biologik qurol videolarini ham ko'rsatadi. Qattiq azob chekayotgan erkak ko'p o'tmasdan dahshatli maxluqqa aylanadi. Yaponiya bu qurolni ittifoqdoshlariga qarshi qo'llashni istamasdi, biroq Tailand bundan bosh tortsa, shunga majbur bo'lishlari bilan ogohlantirishadi. Tailand qo'mondoni ba'zan Yaponiyaga berishga rozi bo'ladi, biroq hech bo'lmaganda nomiga qarshilik qilishlari lozimligini aytadi. Ko'p o'tmasdan armiyani safarbarlikka chaqirishadi, biroq Behruz uyga qaytishga qaror qiladi. Uning uyga kelgan askar onasiga barcha askarlar xizmatga borishlari lozimligini aytadi. Urushda eridan ayrilgan ayol endi bolalaridan ham ayrilishni istamasdi. Vaqtdan foydalangan Behruz esa sabzisini qo'ltiqlab, orqa eshikdan qochib ketadi. Ammo uni ko'rib qolgan akasi uni qo'rqoqlikda ayblaydi. U esa bunga javoban o'lib ketmoqchi emasligini va oila a'zolari kabi harbiy bo'lishni orzu qilmaganligini aytadi. Akasi unga tez orada amaki bo'lishini aytgach, Behruz unga birga qochishni taklif qiladi, biroq Farruh bundan bosh tortadi. Ayni damda Yapon armiyasi hujum boshlaydi. Yangi xizmatchilar ko'rganlaridan dahshatga tushib turgan paytlarida kapitan ularga motivatsiya berishga urinarkan, dushman o'qidan halok bo'ladi. Biroz tinchigach, Behruz xizmatdoshlarini chekinishga undaydi. Ular ketgach, sohilga Yaponiya qutilaridan biri chiqib qoladi va uning ichidan zombi chiqib keladi. Askarlar o'rmon bo'ylab qochisharkan nimadir ularga yetib olib birin-ketin o'ldirishni boshlaydi. Ketiga qaramasdan qochgan Behruz esa yolg'iz qolganligini ko'radi. Yetmaganiga balchiqqa botishni boshlagan Behruz ko'p o'tmasdan botqoqqa cho'kishni boshlaydi va cho'kadi ham. Biroq askarlardan biri uni qutqarib qoladi. Xaloskorning yuzini ko'rishni istagan Behruz afsuski badbashara zombiga duch keladi. U yolg'iz emasdi. Quroldoshlari butunlay baqamiyaga aylangandi. Bir necha soatdan so'ng patrul guruhi o'rmonga yetib keladi va odam suyaklari osilgan maskanni ko'rishadi. Kutilmaganda shovqin paydo bo'ladi va zombilar hujumga shaylanishadi. Askarlar zombilarga o'q uzib ularni yiqitishadi va ish bitgach, jasadlarni olmoqchi bo'lganlarida ular g'oyib bo'lishadi. Ortiga qaragan askarlar kapitanlarning yarim kallasi yo'qligini va uni zombi g'ajiyotganligini ko'rib dahshatga tushishadi. Qolgan zombilar tezdagina askarlarni o'rab olib bitta qoldirmay g'ajishadi. Lazaretda yaradorlarga yordam ko'rsatisharkan, radio orqali Tailand va Yaponiya yarashib olganligini, shu sabab yaponlarga yordam berish lozimligini e'lon qilishadi. Bir qancha vaqtdan keyin Farruh ukasini topish uchun keladi, biroq jasad bo'laklaridan tashqari hech nima yo'liqmaydi. Qandaydir shovqinni eshitgan Farruh o'sha tomonga boradi va o'lim qopqoniga tushgan askarni ko'rib unga yordam bergani pastga tusharkan, to'satdan uning boshi yo'qligini ko'rib ishtonini qo'llagancha u bilan hayot-mamot jangini boshlaydi. Biroq bundan foyda chiqmagach, ortiga qaytishga urinarkan, zombi uni ushlab tortarkan cho'ntak soatini tushirib qoldiradi. Yiqilayotgan Farruh yuqoridagi gulxan bo'lagini olib zombiga uloqtiradi va shundagina nargi dunyoga ravona bo'ladi. Biroq uchqun o'zining ham ko'zini ko'r qiladi. Behruz esa sohilda o'ziga kelarkan zombilar qurshovida ekanligini ko'radi. Biroq u o'zi ham zombiga aylanganligini tushunardi. Buni anglagan yigitcha endi maxluq ekanligini o'ylab dahshatga tushadi. Bazaga qaytgan Farruh nimalar ko'rganligini aytib beradi. Buni eshitgan Otabek laboratoriya qayerdaligini so'raydi. So'ngra tadqiqotlar muhrlangan videolarni ko'rsatadi. Uning biologik quroli virus hisoblanib, ikki guruh hayvonlarda sinab ko'rilgan. Birinchi guruhdagi tirik qolganlar kuchli va jang paytida o'ta epchil bo'lishgandi. Qo'shimchasiga kannibalizm alomatlari ham kuzatilgan. Biroq ikkinchi guruhdagilar ancha kuchli va tezkor bo'lsalar-da, hujum qilishmagandi. Ular o'zlarini nazorat qila olishardi. Ayni damda Behruz jasad bo'laklarini ko'rsa-da, ularga e'tibor bermaydi. Qopqon oldida akasining soatini topib oladi va undagi ota-onasining suratini ko'rgach yig'lab yuboradi. Ba'zida esa Otabek barchani yig'ilishga chaqiradi va barcha kelgach, biologik qurol saqlangan qutidan zombi qochganligini ma'lum qiladi. Komandir bu haqida xabar qilmoqchi bo'ladi, biroq Nakamura bunga qarshilik bildirib, buni yuqoriga yetkazmasdan ham hal qilish mumkinligini aytib, Tailand amaldorlaridan ruxsat olganligini ko'rsatadi. Otabek tadqiqotlar natijalarini o'rganishda davom etadi. Aniqlanishicha, tajribadagilar qattiq hissiyotga berilganlarda o'z-o'zidan yonib ketisharkan. Bu degani esa ularning olovga chidamsizliklarini bildirardi.
Ayni damda Behruz g'orlardan birida zombi dostlari bilan uyqudan uyg'onadi. To'da boshlig'i ularga xo'rak keltiradi va to'dani bo'ysunishga majbur qiladi. U ketgach, zombilar jasadni g'ajisharkan Behruz uning ortidan boradi va uni g'orning bir burchagida ayolining suratiga qarab yig'lab o'tirgan holda ko'radi. To'daboshi tashqariga chiqadi. Behruz uning ortidan qolmaydi va to'daboshi ko'ziga sarob bo'lib ko'rinayotgan ayoliga qarab turganligini ko'radi. Ayol uni sevishini aytib, usiz yasha olmasligini tushuntirarkan, sog'inchdan azob chekkan to'daboshi hissiyotlarga berilib yonib kul bo'ladi. Uning kulidan esa gullar o'sib chiqadi. O'rmonda maxsus guruh ayni damda zombilarning ortidan tushgandi. Nakamura zombi yaqinlashayotganligini payqab, uni jalb qilish uchun qon chiqaradi. Qon hidini sezgan zombi unga yaqinlasharkan, askarlar uni qo'lga olishadi. Qo'lga olingan zombini bazaga keltirib qiynashni boshlashadi. Farruh bunga qarshi bo'lsa-da unga quloq solishmaydi. Kutilmaganda uning oldiga oddiy fuqaroni keltirishadi. Zombi o'z otasini tanib iztirobga tusharkan, Nakamura kutilmaganda otasini o'ldiradi. Buni ko'rgan zombi quturishni boshlaydi. Farruh ham ularga qarshi chiqishga urinadi. Nakamura esa zombini zaharlashni buyuradi, biroq u shunda ham o'lmasdan otasiga talpinardi. Shu tunda uyga qaytgan Farruh onasiga ukasi tirik bo'lishi mumkinligini aytadi. Ayni damda pol ostida barchasini eshitib turgan Behruz oilasi bag'riga qayta olmasligini o'ylab qattiq siqiladi. Shu damda otishma ovozlari eshitiladi va Farruh onasiga qurol berib, o'sha tomonga jo'naydi. U yerda esa maxsus guruh zombilar bilan hayot-mamot jangini boshlagan edi. U yerda ukasini ko'rgan Farruh uni ham otadi, biroq u o'lmasdan akasini ismi bilan chaqiradi. Biroq u bunga ham qarab o'tirmasdan uni otishdan to'xtamaydi va so'ngida qoyadan uloqtiradi. Farruh ukasini o'ldirganligini o'ylab dod solarkan, kutilmaganda Behruz unga tashlanib qoladi. Birozdan so'ng o'ziga kelgan Farruh zombiga aylanganligini tushunadi. Ertalab barcha fuqarolarni xavfsiz joyga olib kelishadi. Yaponlar yangi askarlar suratlarini ko'rsatib, ularning jasadlarini topganliklarini va ularni tasdiqlashlari lozimligini aytishadi. Suratda farzandlarini ko'rgan odamlar qattiq qayg'uga botishadi. Zombini qutiga joylab, tailandlik komandirga topshirgan Nakamura guvohlardan qutulish uchun tinch aholini o'ldirish kerakligini aytadi. Komandir bunga qarshi bo'ladi, biroq yaponlar hukumat bunga ruxsat berganligini aytishadi. G'orga qaytgan Behruz zombilar uning yaqin do'stini g'ajiyotganliklarini ko'rib chidab tura olmaydi va zombi dostlari unga hujum qilishadi. Buni ko'rgan Farruh ukasini qutqarish uchun jangga qo'shiladi va barcha baqamiyalarni chalpak qiladi. Undan qo'rqqan baqamiyalar unga bo'ysunishadi. Ayni damda yana bir zombi paydo bo'ladi va uni qo'lga olib qiynaganliklarini, biroq qochishni uddalaganligini aytadi. U yana ota-onasini qatl qilmoqchiliklarini ham ma'lum qiladi. Behruz buni tuzoq deb o'ylaydi, biroq Farruh oilasini tashlab qo'yishni istamasdi. Fuqarolarni xavfsiz joy bahonasida olib ketisharkan, Nakamura askarlari ularni pistirmada kutib turishardi. Ko'p o'tmasdan zombilar paydo bo'lishadi va o'g'illari maxluqqa aylanganligini ko'rgan odamlar dahshatga tushishadi. Shu onda Nakamura otishga buyruq beradi va tinch aholiga o'q uzishadi. Zombilar o'ldirilgan qarindoshlari oldiga borib ko'z yosh to'ka boshlashadi. Behruz onasini quchoqlar, Farruh esa sevgilisi oldida edi. U sevgani tirik qolishi uchun uni tishlab oladi. Nakamura tugmachani bosgach, barcha zombilar qafasga tushishadi. Zombilar qafasni buzishga urinisharkan, Farruhning sharofati bilan qulf buziladi. Ular askarlarga hujum qilishadi va tishlangan askarlar zombilar qatorini to'ldirishadi. Nakamura granata otib bir qanchasini o'ldirishni uddalaydi, ammo ko'p hali tirik edi. O'lgan askarning qilichini olgan Farruh qasos olmoqchiligini aytarkan, ko'zlari qoraya boshlaydi. U boshqa zombilarni unga qo'shilishga chorlarkan, Behruz uning qolganlarini ham zombiga aylantirish fikridan norozi bo'ladi. Boshqa zombi ham Behruzning gaplariga qo'shiladi. Farruh ukasini o'ldirishga urinarkan, uni sevgilisi himoya qilib, uning o'rniga o'lib ketadi. Biroq u bunga zarracha ham achinmaydi. Ba'zida Otabekning palatkasiga bostirib kirgan Nakamura uni o'ldiradi. So'ngra uning barcha yozmalarini ko'zdan kechiradi va zombilar olovga dosh bera olmasliklarini bilgach, odamlarga ognemyot keltirishni buyuradi. Bir qancha vaqtdan so'ng bir nechta zombilarni ta'qib qilishadi. Ta'qib ularni g'orga olib keladi va ichkaridagi go'zallikni ko'rib lol qolishadi. Kutilmaganda hasharotlar o'chgach, vaqtdan foydalangan zombilar hujumga o'tishadi. Askarlar otgan o'q ularga bilinmaydi va zombilar ularni birin-ketin g'ajib tashlashadi. Askarlardan biri ognemyotni ishga solgach, zombilar qochib qolishadi. Zombi ortidan kelgan guruh ular askarlardan birini g'ajiyotganligini ko'rishadi va o't ochishadi. Biroq qochar chog'larida tor yo'lakdan o'tish olmagach, Nakamuradan tashqari hech kim tirik qolmaydi. U qocha-qocha oxiri holdan toyadi va ko'lmakda o'zini loyga bulg'ab yashirinib oladi. Zombilar esa uni ko'rmasdan yo'lda davom etishadi. Nakamura esa kutilmaganda hujum qilishni reja qiladi. Biroq shu damda qo'ng'izcha paydo bo'lib uni fosh qiladi va zombilar ortga qaytishadi. Loydan to'ygan ognemyot esa ishlamaydi. Zombilar u bilan band bo'lgan vaqtlarda yapon askarlari ham maxluqqa aylana boshlaydi. Ko'p o'tmasdan Nakamura ham zombiga aylanadi. Tailandlik zombilar g'ordan chiqisharkan, Behruz ularning yo'lini to'sadi.
Behruz akasi va do'stlariga kim ekanliklarini unutganliklarini aytarkan, Farruh barchasini eslab o'z holiga qayta boshlaydi va ukasiga chest berarkan, Behruz barcha zombilarni yoqa boshlaydi. Ortlaridan kelayotgan yapon zombilari ham ularga qo'shilib chizg'anak bo'lisharkan, do'stlarini so'nggi bor eslagan Behruz ular bilan birga sharafli o'lim tomon yo'l oladi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha